Sahobalar bilan o'tirganlarida hozir sizlarning oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. Mashhur qissa. Qarab turishuvdi, soch soqolidan shu suvni tomchilari oqqan tahorat qilib bir odam kirib keldi. Ansorlardan. U ashara mubashshara emas, ulug' sahobalardan emas, oddiy bitta sahoba. Ertasi kuni Rasululloh shu so'zini qaytardilar. Yana shu odam kirib keldi. 3-chi kun ham shunday bo'ldi. Abdulloh ibn Amr ibn Los uyiga borib 3 kun mehmon bo'ladi. 3 kun mehmon bo'ladi. Qarasa hamma qatori, ba'zi kechalarda tahajjud o'qiydi, ba'zida o'qimaydi, hamma qatori. Shunda hayr ma'zirni qilib chiqib ketyapti turib shuni so'raydi. Rasululloh 3 kun hozir sizlarning oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. 3 marta siz kirib keldingiz. Nima amalingiz bor? Nima amalingiz bor desa, hech qanaqa amalim yo'q. Siz ko'rgandan boshqa. Xo'p deb ketayotganda to'xtang dedi. To'xtang birodar. Bitta narsa bor dedi. Men tong ottirar ekanman, kech kirgizar ekanman, bironta mo'minga nisbatan qalbimda gina kuduratim yo'q. Qalbni musulmonlarga nisbatan musaffo bo'lishligi, umuman insonning qalbini toza bo'lishligi jannatiy bo'lishiga kifoya qilyapti. Bizda shu qalb bormi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam